Konkret gap, menga tegasam yo'qmi? Shuni ayt bo'ldi. Men tegaman deb o'tiribman endi. Xalq nima deydi? Oldin bunday jenang bilan zakonni ajrashib ol. Voy, kechirasiz deyman aka, sizni sansirib yuboribman. Endi qonuniy bo'lsin deyman-da. Endi men ham bir qizdagina gapman hali. Uyga sovchi jo'natib, bir qalin puli sut haqqi deganday. Men u bilan umuman qonuniy zakisim yo'q. Yo'qmi? Keyin ikkinchi masalani qo'y, uy mening nomimda emas. Kimnikida? Onam mamamning nomida. Mamang necha yosh? 68. Hech qancha qolmabdi aynan. Nima qolmabdi chanchi? Endi mamangni 70 ga kirishi, uni yubileyini o'zim boshqarish bo'laman. Salomat boshimni og'ritdim. Boshingdan o'zim aynan. Mamam boradi, gaplashasiz. Ha, men qara, demak boy. Nima deysan? Men endi mana jenangga o'xshab yetaklashib kelib o'tirib ketavermayman uyingga. Hay yor bo'lsin. Ana bunday Ozodbek Nazarbek chaqirmaysanmi to'yga bir? Kechirasiz, yana sansirib yuboribman.